Assalomu alaykum, Agromatch YouTube kanali kuzatuvchilari. Ushbu videoda sizlar bilan Agromatch kompaniyasining yangi Qo'qon Dang'ara Zabsiz bozor ro'parasidagi yangi filialini obzor qilib chiqamiz. Ushbu videoda sizlar bilan Agromatch modeldagi mini traktorlarimiz, Zubur modeldagi traktor, motoblok hamda traktorlar uchun agregatlarimizni barchasini birma-bir tanishtirib o'tamiz. Bu yoqda hozirda yangilik bo'lgan kombayn jatkalarimiz ham yetib kelgan, tayyor holatda, yig'ilgan tayyor holatda turibdi. Bu 1.60 razmerdagi kombayn jatkamiz o'rim ishlari uchun ishlatiladi. Eng kamida 40-45-50 ot kuchli traktorlar uchun mo'ljallangan. Xuddi shuni 1.80 hamda 2 metrli razmerlari ham bor. O'rgan narsasini bir tarafga chiroyli qilib taxlab beradi. Bu yoqda vertikal pichoqlari ham bor. Sizga o'rnatish uchun tayyor ramalari, silindr hamda kardan nima traktoringiz uchun o'rnatishga kerakli narsalar bo'lsa, barchasi bilan komplekt beriladi kombayn jatkamiz. Buni 3 xil 1.60, 1.80 hamda 2 metrli razmerlari bor. Bemalol 100 ot kuchigacha bo'lgan traktorlaringiz uchun xarid qilishingiz mumkin. Makka, beda, bug'doy, sholi hammasini chiroyli qilib tozalab o'radi. Bu davomida buni ishlash jarayonini ham qo'yib boramiz. Narxi keladigan bo'lsak, bu 1.60 jatkamiz 45 million so'm, 1.80 hamda 2 metrli jatkalarimiz ham sotuvda mavjud. Bu yoqda dori apparatlarimiz bor, 400 litrli hamda ko'p kishi so'raydigan ventilyatorli 400 litrli dori apparatlarimiz ham yetib kelgan. Komplektda kardani plus hamma narsasi bilan birga beriladi. Bu yoqda 3 korpusli aylanma pluglarimiz bor. 45-50 ot kuchli traktoringiz bo'lsa, bemalol sotib olib ishlatishingiz mumkin. Aylan 3 korpusli, buni 2 korpusli hamda 4 korpusli variantlari ham bor. Bu yoqda o'rmishlar uchun spesjatkalarimiz yetib kelgan, rotorni kasirkaviy varianti hamda segmentli pichoqli variantlari bor. 9 ot kuchi hamda yoqilg'isi benzin, bemalol beda, o't, gazon shu narsalarni o'radi. Bu yoqda Zubur modeldagi motobloklarimiz bor. Bu 8 ot kuchli dizel starterli kalitdan zavod bo'ladi, ruchna zavod qilsangiz ham bo'ladi. Bu yoqda 9 ot kuchli benzinli motoblokimiz bor hamda bu yoqda 15 talik, 17 talik motoblok variantlarimiz ham bor. 7 ot kuchidan 17 ot kuchigacha barcha benzinli hamda salarkali motobloklarimiz bor. Starterli hamda komplektida tuproq maydalaydigan frezasi, puligi, ochari, hamma narsalari komplekt qo'shib beriladi. Bu yoqda hamma biladigan Zubur 1105 modelimiz bor. 1105 ham shu eng oxirgi modeli, balon razmerlari katta, motor korobkalari eng oxirgi modeli, dinam hamda balon dinamlari bor, blokirovkalari bor. Mana ko'rishingiz bo'ladi. Mashina tormozlari ikkitalik hamda balonlari kengayib torayadi hamda korobkasi ham eng oxirgi modeli, raspreditelda ikkitalik. Komplektida frezasi hamda 2 korpusli pluglari bilan birga beriladi. Naqd pulga kelishtirib arzon narxlarda qilib beramiz. Bu yoqda traktorlar uchun agregat, ya'ni tuproq maydalaydigan frezerlarimiz ham yetib kelgan. 4 xil razmerda 1.30, 1.60, 1.80 hamda 2.20 razmerda frezerlarimiz yetib kelgan. Komplektda pichog'i, kardani, mana bunaqa tuproq maydalaydigan, tuproq tikislaydigan listlari, stoykalari hamma narsalar bilan birga beriladi. O'rtadan harakat oladi, shesterni aylantiradi. Ancha sifatli frezerlarimiz bu yoqda. Yangi modeldagi mini traktorlarimiz yetib kelgan, arzon narxlarda, lekin sifatli mini traktorlar. Bu yoqda mana Agromatch 304 modelidagi mini traktorimiz yangicha dizaynda, yangicha ko'rinishda, yangicha narxlarda, arzon narxlarda, lekin sifatli mini traktor. 30 ot kuchiga ega, 3 portion oldi orqasi tortadi. Balon razmerlari katta, oldi baloni 650 ga 16, orqasi 9,5 ga 24. Traktorimiz bartavoy, ko'p kishini talabiga binoan 304 traktorlarimiz mana bartavoy holatda yetib kelgan hamda tashqi ikkitalik silindr hamda kompressorlar bilan ham jihozlangani bu. Oborotlari ham 2 xil 540 hamda 1000 оборотda ishlaydi. Ko'rsangiz bo'ladi. Elektronli tablo, понижний повещик, xullas hamma narsasi bor hamda salon qismi ham ancha keng ishlangan. Mana shapkasini olib turibman, bemalol bog'larni ichiga kirsangiz bo'ladi. Ancha ixcham qilib, ancha sifatli qilib ishlab chiqarilgan Agromatch 304 modeldagi mini traktorimiz. Traktorning narxiga keladigan bo'lsak, traktorimiz 90 million so'm. Naqd pulga bundan ham kelishtirib arzon narxlarda qilib beramiz. Bu yoqda Agromatch 504 modeldagi mini traktorlarimiz ham sotuvga yetib kelgan, tayyor holatda turibdi. 50 ot kuchiga ega 4 portionli mini traktor. Buni salarka baklari pastda joylashgan, ko'rsangiz bo'ladi. 4 portionli
Agromach 504. Bu reversli pol avtomat. Paniji pavishi 4 dan 8 ta skorost bilan jihozlangan. Salon qismlari ancha keng, balon razmerlari kattaroq hamda bu ham bartavoy holatda, pol bartavoy holatda bu traktorimiz. Vomooborotlari 2 xil 540 hamda 1000 oborotda, bu ham tashqi 2 talik silindr hamda kompressorlar bilan jihozlangan. Bog'larga, uzumzorlarga mo'ljallangan, ixcham qilib ishlangan, lekin ancha sifatli traktorimiz. Bu traktorimiz Agromach 504 modeldagi traktorimiz 125 million so'm naqd pulga bundan ham kelishtirib arzon narxlarda qilib beramiz. Xuddi shunaqa modeldagi traktor yoki motoblok traktorga agregatlar kerak bo'lsa, Qo'qon, Dang'ara, Zapchaz bozor ro'parasi hamda boshqa viloyatlardan bo'lsangiz, Toshkentda, Erkinpostda, Samarqandda, Qarshi kurugida, Buxoroda, Qarvon bozori oldida hamda Surxondaryoda, Qumqo'rg'onda filiallarimiz bor. Barchasini xuddi shu narxda, xuddi shunaqa sifatda sotib olishingiz mumkin. Ya'ni ham o'zingizni qiziqtirgan savollar bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz, telefon qiling, batafsil ma'lumot beramiz.